Yo'q ustoz. Sen buni qilaman demadingmi? Bularni barini o'zingiz bajaring. Hozir hammani ko'ziga yaxshi ko'rinishim kerak. Sen esa Yugui, bu dasturni optimallashtir. Bu bajaradi. Biron narsa bo'ladigan bo'lsa Zifanga aytishing mumkin. U hali yosh, o'rganish kerak. Ustoz, men juda ham bandman. Do'stoz, Yuguiga nisbatan juda yumshoqlik qilyapsiz. Buni Jenofey unga uylanishini eshitganingiz uchun qilyapsizmi? Shen Yugui, akamni mavqedan foydalanib o'qituvchini senga yordam berishga majburlayapsanmi? Aytmoqchimanki, men eng yomon ko'rganim sen kabi noloyiq munosabatlardir. Demak, qobiliyati yo'qlar, ahmoq ekanda. Bu bilan nima demoqchisiz, ustoz? Kompaniya serveri menimcha buzildi. Uni tezda tuzatish kerak. Ha. Men buni hal qilaman. Boshqalarni ogohlantiring. Xo'p. Xo'p. Jinursa, bizning himoya qurolimiz yana buzildi. Bunda mutaxassis emasman. 1 daqiqadan so'ng hamma narsa buzilib ketadi. Buni tezda tuzatishimiz kerak. Bo'lmaydi. Hech qisi yo'q. Bizni oxirgi marta buzishmoqchi edi. Ko'p ma'lumotlar yo'qoldi. Qoching, o'zim qilaman. Lin xona. Shen Yugui, nima deyotganingni bilasanmi? U dunyo hakerlari orasida 9-o'rinda turadi. Yaxshisi bunga aralashma. O'tiring. Ustozdu, aqldan ozdingizmi? U hech narsani bilmaydi. Bu muammoni sizdan boshqasi hal qila olmaydi. Tezroq o'tiring. Bu nima deganing? Shen Yugui, sen rostdan ham o'zing toshbaqasan. Bu yerdan katta o'sha yerda qol. Yaxshi emas. Faqatgina 10 soniya qoldi. Vaqtimiz yo'q. Tezda buni Ustozdu, tuzatishimiz kerak. befarqlik qilyapsiz. U hattoki kollejga ham bormagan. Kodni qayerdan tushunsin? Agar uni qobiliyati yo'q bo'lganida men shuni so'rarmidim. Bunga ishonmayman. Oddiy bir qishloqi qiz katta muammoni hal qila olmaydi. Dorofi, bugun nima bo'ldi? O'qituvchi sening kompaniyangning barcha hujjatlarini yo'q qildi. Tezroq bularni hammasini tuzatishimiz kerak. Biz buni to'xtata olmaymiz. Shen Yugui, barchasini dadamga aytib beraman. Bu ishing uchun seni kompaniyadan haydab yuboradi. Tayyor?